hech kim bu mahallaga kira olmaydi. Faqatgina mana shu mahallada yashaydigan insonlar kiradi. Mana uyga qaranglar, uy deyishga tilim bormayapti. Bu haqiqiy qasr-ku, qaranglar. Ko'z ko'rganda quvontiradigan. Bu hech qanaqa Dubaydagi uy emas. Bu o'zimizdan Toshkentdagi qasr uy. Shomga yaqin, ayniqsa men fasadni podsetnigan qaranglar. Shunaqangi ko'zga приятный ko'rinyapti. 9 sutiga shunaqangi hashamatli uy tushirib qo'yishgan. Inshaalloh mana shu uyni ko'rayotgan har bir mo'min musulmonga 2026-yilda mana shunaqa uylarda ota-onasi bilan mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasin. Kelinglar, bu yo'lga Navesosda bemalol ikkita Range Rover bo'lmaydimi? Hamma mashinalar sig'adi. Ikki qismga bo'lingan ziloniy zona avtomatik paliflari hammasi fasad qismi naturalniy tosh. Ma'mullar granitlar juda ham chiroyli. Ana endi bu go'zallikni o'z ko'zingizlar bilan ko'rmasanglar bo'lmaydi. Fontanga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Juda ham chiroyli. Mana shunaqa bu uyimizda ikkita basseyn bor. Bu asosiy, ya'ni hovlidagi basseynimiz bo'lsa, podvalda yana bitta basseyn, saunalargacha joylashtirib qo'yilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxonadan shundoqqina bu yoqqa chiqsak bo'ladi. Yozgi oshxona, qozon o'choq, barbekyu zona. Mana bu joyga qaranglar. Bu uyni xarid qilar ekansiz, hech qanaqa Dubayga ko'chib ketishni umuman hojati yo'q. Mana sizga Dubay atmosferasini beradigan uy. Ana endi sizlar bilan bu go'zal uyimizdan qisqacha maslaga ichini ko'rsataman. O'zingizlar bitta baho berasizlar. Oshxonasi ayollarimizga yoqqan bo'lsa, bitta yurishdan qizartirib qo'yasizlar. Qani marhamat, sizlar bilan birgalashib bismillah deb bu go'zal uyga kirayotganmiz. Kirishimiz bilan bizani mana shunaqangi chiroyli hol kutib oladi. Hol bo'lsa shunaqa bo'lsin-da. Juda ham keng, kattagina panorama oyna ayniqsa kirgan odamni bag'ridilini ochadi. Shundoqqina quyosh yorug'i tushib turadi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning uyimizning mehmonxonasi, ayniqsa men qandirliga bitta o'zingizlar baho beringlar. San'at darajasiga chiqarishibdi boru, gap yo'q. Bu yerdagi har bir detal juda ham noyob, juda ham chiroyli qilib tanlashgan. Gap yo'q. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, ayollarimiz ko'proq vaqtni o'tkazadigan oshxona, oshxonamizda ham hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Ayollarimiz maksimalni udobniy bo'lish uchun barcha texnikalar mujassam qilib qo'yilgan. Hammasi nemitskiy apparatura va bu yoqda oila davrasida o'tiradigan to'g'ridan-to'g'ri yozgi oshxonaga chiqib ketsak bo'ladi. Va bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizning spalnya qismi. Bu yoqda birinchi etajimiz uchun gostyoy sanuzillar ajratilgan va spalnya o'zining ichida sharoitlargacha ega bo'lgan spalnya. Inshaalloh 2026-yilda eng kamida hammamizga mana shunaqa uylarda ota-onamizni yashashlik nasibi ro'za aylasin. Bu uyni kimga mana shunaqa uyni ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga bitta like bosib jo'natib qo'ying.